Mana bu yoq tomonlarga ham bahor keldi. Ko'l qilamizmi deb endi ko'lab qo'yganmiz. Ozgina vaqtimiz torroq. Bu yerda malinalar ekilgan, bu yerda smorodinalar mana kuchga kiryapti. Yejevikalar. Xudo xolasa bular hammasi uyg'onib zo'r chiroyli bo'ladi hammasi. Aleksey akam kelib bu yoqlarni ozgina propolka qilib bersa, begona o'tlardan. U mana xushbo'y hidlik smorodinalarimiz. Anaqalari ham, gullari ham kuchga kiryapti. Zo'r hosil bo'ladi xudo xolasa. Bu juda tor o'skanda bizda. O'shaning uchun anaqasi mevasi bo'lmagan desa bo'ladi. Bu tikonsiz yejevika. Mana chiqyapti sekin. Naryoqda malina firmini. Bu yerda olchalar ekilgan. Bu yerda yana anaqalar ekilgan. Smorodinalar mana chiqyapti. Hammasi zo'r chip-chiroyli bo'ladi. Bu yoqqa olmalarni bitta obyektdan ko'chirib qo'ygan edik. Bunisi menimcha bo'ldi, trup. Mana u ikkitasi yurganga o'xshyapti. Ko'ramiz. Balkim bu kechroq chiqar. Bu endi akkuratni emas, prosta ko'lab olindi, chiqarildi, hech anaqasi bo'lmadi. Mana tepada ekib qo'yganlarimiz qayrag'ochlarimiz. Kichkina qayrag'och. Bularga ham shakl berib olamizmi dedim. Ko'ramiz. Ko'chirib qo'ydik. Tuvayda o'sgan edi. Tuvayda rosa qiynaldi bular. Shuning uchun bularni bu yoqqa hozir turpoqqa ko'chirdik. Paliv masalasini ham hal qilishimiz kerak hali. Bu yerda qilinadigan ish ko'p. Bu yerda beryozkalar. Белая береза под моим окном. Mana bularni ekib qo'ydik. Bir xillari mana o'sha barg bera boshladi. Bular hali yo'q. Lekin menimcha muzlamagan. Prosta kech chiqadi. Bu yerda bunda 4 ta, 5 ta, 10 ta qilib o'ratib qo'ydim. Ko'raylik, balkim bu yerga bir suvri tushar. Boshqa bir narsa bo'lar. Endi bu yerda qishlarni ko'rgan bo'lsangiz, bu yerda tepada yo'l qilgan edik. O'sha yerdan tushyapti. Bu mana oxirigacha bu yerda qator anaqalarni qayrag'ochlarni ekkan edik. Bular hammasi ona qayrag'ochni bolalari. Bizda katta qayrag'och o'sadi, o'shaniki. Bu yerda chiya bo'ri, qirg'ovullar, pastroqda o'rdeklar, qum tushadigan joylari. Itlarimiz rosa ko'riydi ularni. Hop. Va bu yoqda har doim ko'radigan o'zimizni ishlab chiqaruvimiz. Bu yoq musor deb o'ylamang, bu yoq ichi turpoq. Biz buni to'kamiz deb bu yoqqa. Chunki buni ko'mdirishimiz kerak. Qopini olib keyin to'kamiz. Fermamizga, bazamizga orqa tomondan kiriladigan joy. Mana sveji go'ngli keldi. Yo'l ham qolmadi. Malatsi. To'kib qo'yishibdi. Mana bular zamburug', даже endi buni qo'ziqorin deydi. Buni zamburug' emas. Buni qo'ziqorin deydi. Faqat paganka. Lekin jarayonlar boshlandi degani. Agarda shunaqa paganka, qo'ziqorin, zamburug'lar chiqsa, mana ko'ryapsizmi? Ildizlari qanaqa tarqalishini. Bular shu bitta apilka qipig'i bor. O'shani chirindisi bilan, go'ng chirindisi bilan bular ozuqalanadi. Xo'p, qisqacha sizlarga ma'lumot berdim, ko'rsatdim. Bu yerda yana kichkina ko'lchamiz bor. Shuni ham ko'rsating deyman. Ana trubalar nima ekan o'ng tomondagi Pyotr aka degan savol kelsa, trubalar nimaga qo'yilganligini bilmoqchi bo'lsangiz, shu videoning tagiga bitta plus qo'yib qo'ying, like qo'yib qo'ying. Trubalar nimaga deb so'rang, javob beraman. Javobga hayron qolasiz. Odatda bizda bu narsani hech kim qilishmaydi. Mana bu yerda nima ham yo'q, mana. Пожалуйста, archa ignali bor. Пожалуйста, barglar bor. Hamma qolgan narsalar bor. Mana kelayotgan bizning go'nglarda, boshqa musorlarda mana shunaqa musor keladi ham. Endi bizda odam unchalik o'rganmagan.
biz chiqarishga harakat qilamiz. Lekin bo'ladi baribir. O'shaning uchun keyin mahsulotlarimizni elatamiz. Mayli, bu yoqlarni sizlarga hali ko'rsataman. Navbatdagi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.